Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun biz mana Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Himo mahallasiga Tursunov Hasan akani xonadoniga tashrif buyurdik. Kuzda ham bir hosil oldi, bahorda hosil oldi. Hani endi 3-hosil mana. Bugungi sanamiz kuzga ham boradi. 19-may. Hozir yana bir tugaydi, keyin yana kuzga ham chiqadi. Mana hosillar. Hani endi bu yog'i 50 ming kam sotilmaydi-da bu. Qo'limdan tortilgan bozorga tugagan hosillar. Mana bu yerga pomidorlar ekib qo'ygan. Pomidorlarimiz ham mana o'zi pishaman deb qo'ygan. Tuxumdan kattaroq. Mana 19-may. Bunga qanday erishdi degan savol bo'layotgan bo'lsa, Tagida mehnat faqat. Faqat mehnat. Kimni yuqoriga qaraymiz. Yuqoriga mana loyqa sepilgan, ustidan tur tortilgan. Necha foizlik bu setka? 80%. 80%lik setka tortilgan. Qo'limdan salqingina. Mana bittada. Mana hosil. Mana. Bitta qulupnayda mana. Bitta. Ham hosil, ham anon beryapti. Mana ko'chat. Bitta, ikkita, mana 3ta, 4ta, 5ta, 6ta hozir kunda. Mana 6ta. mana hosillar. Ko'chat, yana yog'i Hosillari ham juda chiroyli mana. Qattiq. Ta'mi ham zo'r. Yeb ko'rsating-da. Ha, ta'mi ham zo'r. Ha. Ta'mi ham zo'r. Mevalar. Qo'limlaydi. O'zim olib sotdim joyi kelganda. Mana hosillari. Shuni sal yomg'ir yog'sa tashqariga ekilgan bo'lsa ham, chang bo'lsa ham agar hech nima qilmaydi. Mana shunday yuvasida oborasiz bozorga hech narsa qilmaydi. Mana kalibri kattami. Ha. Hosilga kirdi yana. Bu ko'chatimizning nomi Rossiyskiy Albion dedingizmi? Albion. Mana bir sira tugadi bu. Mana eski baylamini tozalab tashlandi. Boshqatda mana salqin qilindi. Yana Hosilga kirdi mana. Hosilga kirdi. 100% kirdi mana. Mana. Kirdi o'zi. Hayla, u tarafdan kirdi o'zi hosilga. Xuddi bahordagidek yana hosilga kirdi mana. Mana bu yerda juda ham bitta kattasi bor. Mana. Qimiz qayam yuribdi. Mana bular rozoy pomidorlar bir qator ekilgan. Svej, buni salat qilib, issiq bilan yesa nasib bo'lsa boshqachada. Xudo xolasa. Bek shashlikdan ko'ra shuni afzalligi zo'r. Zo'r. Shama pomidor yaxshi chiqdi. Dorilamadim-da. Changlamadim. Ha, changlamasa ham bo'lar-ekan. Bo'lar-ekan mana. Changlamasa ham bo'lar-ekan bu. Mana hosillar. Mana. Kelyapti o'zi. Gullar. Mana gulli kattaligini qarang. Bu katta qilib. Katta hosil bo'ladi-da bular. Mana. Katta bo'ladi. Asli bo'lsa yana g'arq pishganda ham bitta kelib video qilib tashlaymiz. Nasib bo'lsa. Xudo xolasa. Bu yoqda ham parnik bu ham shunday. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.